Biror marta tushib ketganmisiz degan savolni ko'p berishardi. Bir yil Moskvada VDX parkda ishlab turganimizda xuddi shunaqa kirisha. Bu kirishadan bu kirishaga qor tushadi. Сейчас, подожди, видео сниму. Kontent ham beliga tepdi. Xullas, qor ko'payib ketgan. Uni lavida muzni ursa, qor obishni toyib ketadi ko'p joyda. Bunaqa agrajinasi yo'q edi. Xullas shunda muzni urganman, strafovka bor. Qor birdan ketib qoldi. Mani qor o'zi bilan pastga tushirib yuborgandi. Strafovka qanaqa bo'lib chiqib ketgan bilmayman. Xullas, bunaqa devorda konditsioner bor edi. Konditsionerni noshkasi chiqib turgan, noshkasiga ko'zim urishiga ozgina qolib tushib ketdim. Qor ancha ko'p yig'ilib qolgandi pastda. O'sha baland bino emas edi. Xullas, narsa qilmagandim. Ustimga qor tushib, qor tagida qolib ketgandim. Shunaqa narsa ham bo'lib turadi. Hozir mashina ko'rib esimga tushib ketdi.